Bir zamanda bir ustad aytgan. İlgari hajga jo barışçı ekan. İki jigit jo barıp Irak mamlaketi ve Yaman bir şu iki mamlaketin birinde barıp bir aksakalni uyga kiretler. Konak bolatlar. Hajga jo bar aytdim. 14 yaşar balası bar ekan murattap qari. Endi ko'rsang sululuğu shunchalik. Anı o'qigan Qur'onni o'qisang yuraging eziladi. Murattap to'liq jatagan Qur'on jatagan bala ekan. Bayaqi kishi mirza ekan, Qur'on jatadi ekan. Azig'iday Qur'on cho'p bo'lchi emaslar. O'sha Qur'on jatadi ekan. Sizdan so'ranish qaraka bizga o'kizga hajdan qaytqizsak, iki Qur'on yozib qo'ysangiz dediga ma'qul bo'lib mo'yinlanadi. Sizlar 2 ayda kelesinglar, 3 ayda kelesinglar, men ilk Qur'on sizlarga tayyorlab qo'yaman deb. Sizlar o'rta Asiyadan kelgan bo'lsanglar, deb ma'qul bo'ladi. Bular ketadi hajga. Hajdan barib 2 ay, 3 ay bu haj amallarını atqarib, qayri uylarga qaytganda bir aytibdir, bayagı aqsoqolga dağı yo'lig'ali, bizga Qur'on beramiz deb va'da qilgan deb o'kovi boradi. Barib o'kovi so'rida o'tiradi, uyning ichida so'ri bor ekan, so'rida o'tiradi. Bularning o'y fikri bayagı bala qayerda ekan deb. Bu bala qayerda ekan, bu bayağı balani daha bir ko'rsak balasini deb. Oya bayağı qaraydilar, qarasa so'rining to'rinde bir köşege tartib qo'ygan. Azimlar Qirg'izga tartadigan köşegelarga men tartib qo'yganda bu ne var ekan deb bunday qarasa bala shu kuni o'lgan ekan. Kependeb, juvib kependeb yuzini ochib qo'yib turadi. O'kotin mana bu yoqdagiday qilib voy deb baqirib turdi. Shunday yosh yigit bo'lib qolibdi, balangiz o'lib qoldi deb qiqirib yulagan ekan der. Kelib turib, "Ey hajlar, sizlar hajga borib keldinglar. Yaxshimanni ko'rib keldinglar. Bu balani menga kim berdi? Yaratgan berdi. Allah berdi. Kim aldı? Allah'ın hükmünde. Men atası olup, men baqırıp, qiqirib, ilabay ko'zimdan yosh chiqarbasam, sizlar bid'atchi, tushunmagan, qarang'i odamlar ekansinglar. Sizlar baqirib, mening balama qancha ziyon keltirdinglar. Sizlarga Qur'on yo'q degan ekanda. Ha bizde sat bo'lib qolgan. 10-chi janozaga borib qolsang, mana mollaka o'kir bo'ytqo. Palanchi o'kir bo'yib keldi-ku. Eğer o'shol o'kir bargan odamning ko'zidan chindab yosh chiqqan bo'lsa aytasan, yuragi kuyib yotadi deb. O'zingda jalg'anchi. Allohga da jalg'an ish qilib atasan. O'lgan kishining egasiga ham jalg'an. Jonli barzag'i duo qilib qo'y, o'kirishni nima? Qabrdan qaytganda dag'i o'tib o'kirmay. Qanchalik ko'p o'kirib to'y chiqarsang, o'sha marhum o'lgan kishiga azob beriladi. Shu narsani harakat qilayli, sabr qilayli. Sen o'qitding, shundan boshlab zikr qil, duo qil, o'shaga boshlayver. O'tirib olib, baqirib, qiqirib, yo'q yerdan bir bo'lmagan qo'shmalarni qo'shib jalg'anchi bo'lgandan ko'ra, o'likka ziyon keltirgandan ko'ra duo qilaylik. To'g'rimi? Barlig'i o'lamiz. O'lguning meyli ushni ketib qoldi qilib. Juda kuyibsan, yuragingdan jashni qo'y jamirday qilib. Biroq baqirishning foydasi yo'q-da. Albatta, farzanding, atang, enang, tug'aning o'tib, albatta har bir insonning bizdan boshidan o'tgan yuraging kuyadi, ko'zingdan yosh chiqadi. Biroq qiqirishning foydasi yo'q-da. Kebirlarda saltlari bor, jahasini jirtadi, chachini juladi. Kebirlar eshiklerini qara qilib qo'yadi, qon surtib qo'yadi. Bular barlig'i harom bular. Senin iylasan, ko'z yig'ib iylasan, duo qilsang, duoң qabul, biroq sen baqirib iylasan, aqadaga azob bo'ladi.